Salom aziz o'quvchilar. O'tgan darsimizda turli xotira qurilmalarining tavsifi bilan tanishib o'tilgan edi. Endi esa ularning afzalligi va kamchiligi haqida bilib olasiz. Odatda xotira kartalari va flash xotiralar jismonan kichik, lekin katta xotira hajmiga ega bo'ladi. Katta xotira, ya'ni SSD'lar harakatlanadigan qismlarga ega bo'lmagani uchun HDD'larga qaraganda uzoq xizmat qiladi. Savol: qattiq diskdan qanday qilib samarali foydalanish kerak? Qattiq diskni sotib olayotganda siz uning saqlash hajmi va sizga qancha xotira hajmi kerakligini bilishingiz kerak. Qattiq disk odatda operatsion tizim, dasturiy ilovalar va turli fayllar kabi muhim ma'lumotlarni saqlaydigan kompyuterdagi asosiy saqlash qurilmasi hisoblanadi. Ba'zan u C diski deb ataladi, chunki Microsoft Windows standart qattiq diskdagi asosiy bo'limga C harfini belgilaydi. Ba'zi kompyuterlarda turli harflar, masalan C, D va E bilan nomlanadigan bo'limlarga ega bir yoki bir nechta qattiq disklar mavjud. Agar sizga planshet uchun xotira kartasi kerak bo'lsa va masalan ko'p sonli videolar saqlanishini taxmin qilsangiz, siz 8 gigabaytlik flash karta o'rniga 64 gigabaytlik xotira kartasidan foydalanishingiz mumkin. Xuddi shu narsa kompyuterning qattiq disklariga ham tegishli. Siz ko'p HD video va tasvirlarni saqlaysizmi? Yoki fayllaringizning aksariyati onlayn rejimda saqlanadimi? Shu savollar javobiga asoslanib siz 4 gigabaytdan 500 gigabaytgacha bo'lgan saqlash parametrlari bilan ichki yoki tashqi qattiq disklarni xarid qilishingiz mumkin. Qattiq diskni tanlashda saqlash uchun qancha joy ajratish to'g'risidagi qaror sizning istak va talablaringizga bog'liq. Qattiq diskni kompyuterning asosiy xotirasi deyish mumkin. Bu qurilma bevosita ATA yoki SATA orqali ulanadi. Hajmi ham har xil bo'ladi. 250 gigabayt, 500 gigabayt, 1 terabayt, 2 terabayt va hokazo. Hajmi qanchalik katta bo'lsa, narxi ham shunchalik qimmat hisoblanadi. Undan tashqari ma'lumotlarni o'qish va yozish tezligi ham narxiga ta'sir qiladi. Bu xotira turiga yana tashqi qattiq disklar ham kiradi. Ular USB port orqali ulanadi va kompyuterdan elektr manbai oladi. Bu turi katta hajmdagi ma'lumotlarni olib yurish uchun ishlatiladi. Egiluvchan disklar hozirgi kunda kamayib ketgan. 1.44 megabayt hajmga ega bo'lib, ma'lumotlarni bir necha marta o'qib yozish uchun ishlatiladi. Unchalik ishonchli emas. Magnit plyonkalar ham yupqa bo'lib, juda tez ishdan chiqishi ehtimoli katta. Tashqi ta'sirlarga umuman bardoshli emas. Keyin magnitli saqlash qurilmasi bu magnit lentalardir. Bular asosan server kompyuterlari bilan ishlaganda kerak bo'ladi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni arxivlash yoki nusxasini olish jarayonida ishlatiladi. O'qish va yozish tezligi unchalik katta emas, lekin uzoq vaqt davomida saqlash uchun mo'ljallangan. Navbatdagi tashqi saqlash qurilmasi bu optik disklar hisoblanadi. Bu disklarga ma'lumotlar lazer nurlari orqali yoziladi va lazer nurlari orqali o'qiladi. Optik disklarning quyidagi turlari mavjud. CD disklar 700 megabayt atrofida va DVD disklar 4.7 gigabayt atrofidagi ma'lumotlarni o'zida saqlay oladi. Bu optik disklarni o'qish uchun kompyuterga CD-ROM qurilmalari ulanadi. Hozirgi kunda yangi DVD disklar paydo bo'lgan. Bular Blu-ray deb nomlanadi va ular ko'k rangdagi lazer orqali ma'lumotlarni yozadi. Blu-ray disklarining hajmi 25 gigabaytdan boshlanadi. Keyingi tashqi xotira qurilmasi bu elektr saqlash qurilmasidir. Bu xotira qurilmasida ma'lumotlar mikrosxemalar orqali yaratilgan programmalashtirilgan xotirada saqlanadi. Bunga misol flash xotiralardir. Bu qurilmalar kompyuterga USB port orqali ulanadi. Qurilmalarning o'lchamlari kichik va hajmi hozirgi kunda 64 gigabaytdan ham oshadi. Blu-ray driveri BD-ROM bu 405 nanometrli ko'k, aslida binafsha rangli lazerdan foydalanishga asoslangan rivojlangan optik media texnologiyasi. Lazer to'lqin uzunligini qisqarishi trekning kengligini DVD diskka nisbatan 2 baravar qisqarishga va ma'lumotlarni yozish zichligi oshirishga imkon berdi. Himoya qatlamining qalinligi 6 baravar kamaytirish, bir necha yoziladigan qatlamlarda o'qish va yozish operatsiyasining ishonchliligini oshirdi. Disklar asosan yuqori aniqlikdagi raqamli videoni yozib olish uchun mo'ljallangan. Masalan, 50 megabit soniyagacha bo'lgan video oqim tezligida HDTV formatida 2 soatgacha bo'lgan bir tomonlama bir qatlamli diskka yoziladi. Savol: ma'lumotni magnit tasmaga saqlash ketma-ketligini tasvirlab bering. Magnitli yoki optik xotira qurilmasidan ko'ra qattiq xotiradagi xotira qurilmasidan foydalanishning ikkita afzalligini ko'rsating. Kompyuterdagi qattiq diskda saqlanadigan ma'lumotlarning 3 ta turini sanang. RAM va ROM xotiralar o'rtasidagi farqni tasvirlang. Kompyuter uchun 2 turdagi qattiq disk mavjud. Ularning nomini keltiring va ulardan qanday foydalanishni tasvirlang. Aziz o'quvchilar, bu darsda o'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha